Max Tuningdagi bugungi avtomobilimiz Haval 89 avtomobili tayyor holatga keltirildi. Juda ham bahaybat, seriozli mashina turishini qaranglar. Qilib bergan ishlarimizga ko'rsatib obzor qilib beramiz. Mana shu moddadan boshlanadi qilingan ishlarimizni. Radiator zashtasi yo'q edi, anaqa setkalarni qo'yib berdi u. Bosh-bosh teganda, uchib kelib qo'yganda radiatorga ziyon yetkazmaydigan, akkuratni turadigan setkalarni o'rnatib qo'yganmiz. Zavod ko'rib turadi. Undan keyin faralariga bugunchalik bron urib berdi. Qo'yanlari keyinroq qilinadigan bo'ldi. Ikkita farasi ko'rsatib, kattagina tekis fara. Mana shuni birini plyonka qilib qo'yganmiz. Tosh deb chaqib tashlamaydi. Oldi labovoylariga sonzlashni plyonka qilib berdi. Oldi yon oynalariga 50% li armalan plyonkasidan tonirovka qilib qo'yganmiz. Ichkaridan ko'rinishi idealni turadi. Mana shunaqa plyonka yo'qdi, shuni ham beradi. Maza haydinglar. Ja to'qi ham kerak emas, skromni yuramiz deb. Bundan keyin premium klassdagi poliklarimizni qilib berganmiz. 2 qavatli bo'ladi, pastlari koja, ustida bunaqa gilam bo'ladi. Sushilmaydigan mushni. Yirtilib yomon ketmaydi, 1 yil garantiya beriladi. Yonlari bilan, mana chetlari bilan birga yopib turadi. 3 qatorli polik. Hammasi qilib berilgan. Orqalari mana idealni chiqqan. Razmerlari 1:1, bir kunda tayyor bo'ladi. Zakaz asosida qilib beriladi. Mana kojalar ham yaxshi koja. 1 yil garantiya beriladi. Orqa uchinchi qatorlari ham bor. Xo'p, mana ularni ham qilib qo'yganmiz. Xizmatda qiziq bo'lsa bizga Max Tuning murojaat qilaverasizlar. Ishchilar chiroyli qilib inshaalloh bitirib beramiz. Mashina turishiga bitta like bosib qo'yasizlar. Haval 89 avtomobil. Juda ham katta bahaybat mashina.